Tayyorlanishi osongina, lekin juda ham mazali chiqadigan pisochni somsalar tayyorlaymiz. Idishimizga 400 gram unni solib, ustidan 150 gram margarinni solib, birgalikda umoq holatiga keltirib olamiz. So'ngra ustidan 150 gram smetana, 1 dona tuxum, 1 choy qoshiq tuzni solib, yaxshilab aralashtiramiz va qo'lga yopishmaydigan xamir tayyorlaymiz. Tayyorlab olgan xamirimizni 20 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Ichiga 250 gram dog' go'shti, 1 dona to'g'ralgan piyoz, 1 dona to'g'ralgan kartoshka, 1 choy qoshiq tuz, zira va murchlarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Nachinkamiz tayyor. Endi xamirimizni un sepib yoyib olamiz va yumaloq ko'rinishga yoyib, ichiga nachinkamizdan solib shakl berib olamiz. Endi somsalarimiz tuxum sarig'ini surib, kunjut sepib, qizib turgan duxovkaga 30 daqiqaga jo'natamiz. Mana somsalarimiz pishib chiqdi. Yoqimli ishtaha.